Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar, sizlar bilan bugun 7-sinf O'zbekiston tarixi darsligining 16-17 mavzulari, ya'ni 6-7 asrlarda Turon xalqlari madaniy hayoti mavzusini boshlaymiz. Tayyor bo'lsanglar, demak, boshladik. Madaniy hayot deganda o'zi nimalarni tushunishimiz kerak? O'zi madaniy hayot deganda o'sha ma'lum bir xalqning ajdodlari tomonidan yaratilgan va bugungi kungacha saqlanib kelayotgan barcha moddiy va nomoddiy narsalar madaniyat bo'ladi. Masalan, yozuv ajdodlarimiz yaratgan, bugungi kungacha saqlanib qolgan ular qog'ozlarda, yoki hunarmandchilik buyumlarini ajdodlarimiz yaratgan, bugungi kungacha saqlanib qolgan, yoki bayramlar, urf-odatlar, din ham kiradi bu narsaga. Xullas, mana shularning hammasi madaniyat sohasiga, madaniy sohaga kirar ekan. Hozir sizlar bilan bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Endi, demak, asosiy e'tibor beradigan joyimiz qadimgi tosh bitiklar, teri, sopol, yog'och va keyinchalik qog'ozlarga tushirilgan ma'lumotlar ta'lim jarayonidan so'zlovchi manba ekan. Ya'ni ta'lim jarayoni haqida so'zlovchi manbalar nimalar desa, tosh bitiklar, teri, sopol, yog'och va qog'ozga tushirilgan ma'lumotlar ekan. Endi ko'pincha bu davrda qog'ozga yozilmagan, sababi o'sha ko'pincha teri yoki boshqa bir buyumlarga yozishgan. Sababi qog'oz juda qimmat bo'lgan bu davrda deyiladi eski kitobida, endi yangi kitobda bu joyni kiritmabdi. Xo'p, endi men bir rasmdan ham tushishi mumkin. Xo'p, Eftalilar davriga oid bo'lgan ov manzara tushirilgan mis idish qaysi hududdan topilgan deb tushishi mumkin. Bu Pokiston hududidan topilgan ekan. Endi e'tibor berib ko'rasizlar, aytib bo'lmaydi, bundan ham savol tushishi mumkin. Xo'p, davom etamiz. Arxeologik topilmalar, qo'lyozmalar, behustun yozuvlari, boshqa yozuvlarning mavjudligi savdo aloqalari mazkur hududda ta'limning rivojlanganlik darajasini ko'rsatadi. Xo'p, nimalar bu hududda ta'limning rivojlanganlik darajasini ko'rsatadi degan savolga quyidagicha javob beramiz. Birinchisi arxeologik topilmalar, ikkinchisi qo'lyozmalar, uchinchisi behustun yozuvlari, to'rtinchisi boshqa yozuvlarning mavjudligi va savdo aloqalari 5 degan. Endi Xo'p, Zardushtlik ibodatxonalari Xorazmning ikkita hududidan topilgan ekan. Birinchisi Jonbos qal'a, ikkinchisi esa Tuproq qal'adan topilgan ekan. E'tibor beramiz bu narsaga ham. Xo'p, keyingisi. Xo'p, endi o'sha topilgan nimalarda, ya'ni ibodatxona topilgan xonalarida teriga va yog'ochga yozilgan turli mazmundagi hujjatlar hamda katta-kichik haykalchalar topilgan ekan. Bu esa ibodatxonalarga tutash binolarda ta'lim maskanlari, huquq idoralari va ma'muriy xo'jalik ishlari bilan shug'ullanuvchi joylar bo'lganligining isboti bu. Xo'p, endi savol tushishi mumkin. Nimalar ibodatxona yonida ta'lim maskanlari, huquq idoralar va ma'muriy xo'jalik ishlari bilan shug'ullanuvchi joylar borligidan dalolat beradi desa, demak javob berishimiz kerak ekanki, o'sha davrdagi xonalardan topilgan teriga va yog'ochlarga yozilgan turli mazmundagi hujjatlar va katta-kichik haykalchalar shundan dalolat berar ekan. Endi Xorazmda o'g'il bolalarga asosan o'qish, yozish va hisob-kitob o'rgatilgan. Shuningdek, bu davrda geografiya, zoologiya, botanika, astronomiya, tibbiyot va me'morchilik sohalari fanlari o'qitilgan ekan. Endi men rasmga yana qarab qo'yamiz, savol tushishi mumkin. Moniylikning diniy kitobati qaysi yozuvda yozilgan deb tushadigan bo'lsa, So'g'd yozuvida deb javob berasizlar. Xo'p, davom etamiz. Keyin mana bu rasmdan ham tushishi mumkin. Masalan, Chilpiq qal'a qaysi diniy yoki qaysi dinga aloqasi bor desa, bu Zardushtlik dini. Yoki ikkinchi savol, Chilpiq qal'asi qayerda joylashgan deb savol tushishi mumkin. Bu Amudaryo tumani, hozirgi Qoraqalpog'iston hududiga to'g'ri keladi. Keyingisi. Xo'p, endi bu qaysi dinlarga e'tiqod qilganligi, tangrichilik, zardushtilik, buddaviylik, xristianlik degan dinlar. Har bitta dinda o'zini o'sha ta'lim jarayoni bor. Mana misol uchun bu yerda buddaviylik dinini bergan. Buddaviylik ta'limoti bilan bog'liq bo'lgan nimalar? Rohiblar tayyorlaydigan ta'lim muassasalari bo'lgan ekan. Buddaviylarda esdan chiqarmaymiz, shu joyga alohida e'tibor beramiz. Buddaviylik dinida rohiblarni tayyorlaydigan ta'lim muassasalari bo'lgan ekan bizada. Xo'p, buni mana misol uchun deyapti, o'quv maskan, ya'ni buddaviylik dinida o'quv maskanlari bizada maktab deyilsa, ularda viharalar deyiladi o'sha paytda.
Vixarada asosiy fan sifatida daharma o'qitilgan ekan. Bu fanning nomi ekan daharma. Xo'p, nima o'rgatilgan? Birinchisi, diniy qonun qoidalar o'rgatilgan. Xudoning mohiyati hamda irodasi, ya'ni xudojo'lik haqida ta'limot berilgan ekan yoshlarga. Tushunarli? Endi mana bu yerda nimaga e'tibor beramiz? Yahudiylar qaysi davlat tomonidan quvg'in qilingan? Ossuriya tomonidan quvg'in qilingan. Buni eslab qolishimiz kerak. Xo'p, quvg'in natijasida yahudiylar qayerlarga ko'chib keldi? Birinchisi Eronga ko'chib keldi, ikkinchisi Samarqand va Buxoroga ko'chib keldi. Ya'ni bu davrdagi yahudiylarning bu hududga kirib kelishiga sabab Ossuriya podshohligi davrida ularning quvg'inga uchrashi ekan. Xo'p, keyingisi Xo'sh, 5-asrda Samarqand va Buxoroda xristianlik tarqalib, diniy muassasalar tashkil qilindi, deyapti. Ayniqsa mana Samarqanddagi Urgut tumani xristianlik dinining markazi hisoblangan va xristian dini ta'lim maskanlarida, deyapti. Mana bu jumlalar. Farzandingiz masihiyning tarbiyasini olsin. Masihiy deganda Iso Masih nazarda tutilyapti. Masih degani bu qayta jon bag'ishlovchi degan ma'noni bildiradi. Ya'ni bilsanglar, Iso Masih mo'jizalarida o'sha o'lganlarni qayta tiriltirgan va bedavo dardga chalinganlarni davolagan. Shuning uchun unga Masih, ya'ni qayta jon bag'ishlovchi nomi berilgan edi. Demak, ular Xudo oldida qanchalik kamtarlik, Xudo oldida kuchli sevgi nimani anglatishini, Xudodan qo'rqish qanchalik go'zal va buyuk ekanligini va unda sof aql bilan yurganlarni qutqarishni o'rgansinlar deylar ekan. Xo'p, mana misol uchun So'g'itda katta Nestorian jamoalarining hujjatlari so'g' tilida bo'lgan. Demak, moniylikniki ham so'g' tilida edi, Silada bo'lsa, demak, Nestorian jamoalarining hujjatlari ham so'g' tilida ekan. Eslab qolamiz buni. Xo'p, Tunuquq bitiklari 8-asr Janubiy Mo'g'uliston. Tunuquq bitiklari qayerdan topilgan yoki nechinchi asrga oid topilma deb tushish mumkin. Shuning uchun bu yerga ham e'tibor berasizlar. Demak, Janubiy Mo'g'uliston hududidan topilgan 8-asrga oid ekan. Xo'p, endi Tunuquq haqida parcha berilgan, bitikdan olingan ekan. Men Xoqon Tunuquq Chinda dunyoga keldim, ya'ni Xitoyda deyapti bu yerda. Chunki bu paytda turk millati Chinga tobe edi, ya'ni Xitoyga bo'ysunardi deyapti. Turk millati parishon bo'ldi, shuning uchun demak bu yerda jamoa holidagi xalq qolmadi. Endi parishon bo'ldi degani bee'tibor bo'ldi, xitoyliklar ularni egallab oldi degan ma'noda bo'lsa kerak. Xo'p, dastlab Shod, Qutlug' yonida to'qnashadi. Xo'p. Endi yana nimalarga e'tibor beramiz? Bu yerda mana Eltarish degani millatni to'plagan Xoqon degan ma'noni bildirar ekan. Men Eltarish bo'ldim, ya'ni millatni to'plagan Xoqon, ya'ni millatni birlashtirdim degan ma'noda aytilyapti. Va bu yerda yana e'tibor beradigan joyimiz mana bu O'tukan, ya'ni Xoqon va turk millati O'tukanga joylashib, janub, shimol, sharq, g'arbga tomon kengaydik, deyapti. Poytaxt O'tukanligiga ishora bu yerda. Xo'p, yozuvlari ko'p yozuvlardan foydalanishgan asosiy yozuvlardan biri bu turkiy run yozuvi hisoblanadi. Ikkinchi nomi Ko'kturk yozuvi ham deyiladi. Bu yozuv turklarning o'zini yozuvi bo'lib 38-40 ta harfdan iborat. Bu yozuvni qulayligi, bu yozuvni o'sha yog'och va toshlarga o'yib yozish oson bo'lgan. Mana qaranglar, harflar tekis, tikka, burchakli. Aylana yoki bizani M, N, D'larga o'xshab bunday dumchalari aylana shaklda emas. Bu tekis mana. Shuning uchun buni o'yib yozish oson hisoblangan. Xo'p, qadimgi Ko'kturk yozuvida yozilgan bitiklar Kultegin va Bilgo Xoqon bitiklari hisoblanadi. Bu bitiklar Oltoy, Sharqiy Turkiston, Oltoy qayerdaligini, Sharqiy Turkiston qayerdaligini esinglarda bo'lsa, Turk xoqonligi mavzusida xaritalar bilan birga ko'rsatib berdim. Dan tashqari, Yetusuv va Farg'ona, Zarafshon vodiylaridan ham topilgan. Ular o'sha qabr toshlarga sopol, metal buyum, yog'och hamda tanga pullarda o'sha bitiklarning yozuvlari saqlanib qolgan ekan. Endi savol tug'ishi mumkin, nimalarda saqlanib qolgan? Qabr toshlarda, sopol, metal buyumlarda, yog'och hamda tanga pullarda saqlanib qolgan deyish kerak. Qayerlardan topilgan bu bitiklar desa, Oltoy, Sharqiy Turkiston, Yetusuv va Farg'ona, Zarafshon hududlaridan topilgan deyiladi. Xohlasangiz mana bu yozuvlarni o'rganib olishingiz mumkin. Bunaqa qilsangiz sizni
yozuvingizni ko'pchilik odam o'qiy olmaydi. Shifrlangan yozuv. Xo'p, davom etamiz. Endi devoriy suratlar, haykallar, ganchkor naqshlar topilgan joylar bor ekan. Surxon vohasidagi Bolalik tepadan, Zarafshon vodiysidagi Panjikentdan, Panjikent bu Tojikistonda. Surxon bu bilasizlar endi Surxondaryoda. Varaxsha va Afrosiyob Zarafshonda bular ham. Zarafshonda 3 ta joyda, mana Zarafshon qayerligini tushuntirdim, esingizda bo'lsa. Panjikent bu Tojikiston, Varaxsha Buxoro, Afrosiyob Samarqand. Demak, o'sha Zarafshon daryosi oqib o'tgan joylar. Farg'ona vodiysida Quva xarobalaridan mana shunaqa o'sha davrdagi haykallar, devoriy suratlar va ganchkorlik naqshlari topilgan ekan, namunalari. Ularda insonlarning hayoti, diniy e'tiqodi, turmush tarzi, bilimlari va qiziqishlari haqida hikoya qiluvchi manba ekan bular. Endi haykaltaroshlik rivojiga esa buddaviylik dini ta'sir ko'rsatgan. Bu nima degani? Mana bilasizlar, buddaviylik dinida haykallari bo'ladi Buddani. Demak, qancha ko'p Budda haykali yasalsa, haykaltaroshlik shunga qarab rivojlangan ekan deb eslab qolasiz. Endi keyingisi. Afrosiyob va Varaxsha Panjikentdagi qazishmalardan topilgan buyumlar Turon aholisi madaniyatidan darak beradi, deyapti. Va mana bu yerda So'g'd yozuvi topilgan hududlar ko'rsatilgan. So'g'd yozuvi namunalari qayerlardan topilgan? Eski kitobda ham bor bu. Mux qal'asidan va Afrosiyobdan topilgan ekan. Mux qal'asi bu Sharqiy Turkistondagi Turfan degan shaharda joylashgan. Afrosiyob bu hozirgi Samarqandda joylashgan hudud ekan. Xo'p. Xo'sh, endi bu yerda o'sha asosiy ranglarni aytib o'tgan, mana qizil, yashil, oq, qora ranglardan foydalanishgan o'sha kiyimlarda, naqshlarda. Zandanachi degan gazmol deyapti bu yerda. Kabi ko'k rangli ipak va boshqa matolarning ishlab chiqarilishi xolos rivojlandi degan ma'noda, lekin bu yerda ko'k rangli degan, lekin o'sha eski kitobida esa zandanachini mallarang deb bergan 2017-yil nashrida. Shu joyga e'tibor berasiz. Demak, bizga bu bo'yicha savol tushmaydi. Negaki, agar milliy sertifikatda bu bo'yicha savol tushadigan bo'lsa, bu muammoga olib keladi. Siz bemalol uni apellyatsiyaga berishingiz mumkin, chunki bu noaniq ma'lumot hisoblanadi. Agar yo'q, mallarang deb tanlasangiz u javob xato deb chiqaradigan bo'lsa, siz eski O'zbekiston tarixini ko'rsatishingiz mumkin. Faqat milliy sertifikatda agar yo'q, ko'k to'q rang desa-yu, siz mallarangni olib xato qilgan bo'lsangiz, bu yangi kitobni ko'rsatasiz. Endi kiyimlar haqida gapirilgan, erkaklar qanaqa kiygan, ayollar qanaqa kiygan. Xo'p, kaftan va yopinchiqlarning bezaklida kushonlar, tunikasimon ko'ylagi. Demak, kushonlarning ko'ylagi tunikasimon bo'lgan ekan. Tunikasimon deganda endi bu tunikaga o'xshaydigan degani endi ko'rinishida. Yaxshi, keyingisi shaxsning ijtimoiy holatini ko'rsatar ekan, ularni kiygan taqqan taqinchoqlari. Ya'ni uni boy yoki kambag'al, ijtimoiy holat degani boy kambag'alligi nazarda tutiladi. Xo'p, bundan tashqari Toxaristonda faqat erkak va ayol xizmatchilar belbog' taqishgan ekan. Toxaristonda eslab qoling. Ayol va erkak xizmatchilar belbog' taqishgan. Aslzoda ayollar esa belini bog'lashmagan, ya'ni boy xonimlar belini bog'lamasdan yurar ekan. Xo'p, demak, bugungi bu mavzuyimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tibor bering, asosiy jihatlarini ko'rsatishga harakat qilyapman va hattoki qanaqa savol tushishlarigacha taxminiy aytib beryapman. Asosiy e'tiborimizni shu jihatlarga qaratamiz. Kitobni bir marta butunlay hamma joyini bir marta o'qib chiqing. Shunda yana ham yaxshiroq tushunasiz va asosiy e'tiborimizni esa men ko'rsatgan joylarga qarating. Xo'p, e'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha.